187 ming dollarga 207 sotixli hovli. Podval 1-2 360 kvadrat. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Olmazor tumani, Professorskiy mahalla, Mirzo G'olib ko'cha, Karimani orqasi, O'zbekiston mahallani ro'parasida joylashgan mahallada bu xonadonimiz. O'zi xuddi shunaqa uydan 3 ta yonma-yon bo'lgan, ikkitasi sotilib bo'lgan, bitta donasi qoldi. Kir-urishdan boshlab obzorni qilaman. Asosiy kir-urish eshik, avtomatik darvoza, bu yon tarafda tashqari tarafimiz uchun sanuzel, yozgi oshxona, albatta hovli bo'lgandan keyin yozgi oshxona bo'lishi shart. Eshikning tagiga bemalol ikkita mashina qo'ysa bo'ladi. Bu yoqqa uchinchisini ham joylasangiz bo'ladi. Avtomatik darvozalarimizgacha o'rnatib qo'yilgan, holati korobka, lekin xonalarni planirovkasini okam yorib olibdi. Mana kir-urishni bitta ko'rsatdi sizga. Hol yonida zalda, aka agar studiya qursangiz, mana bu joyiga qarang, kattaligini. Zalni o'zi 10 ga to'g'ri. Bunaqasiga yana bilmayman. Bordir yana 6-7 metr, o'shanda 17 metr uzunasiga bo'ladi. Xullas, aka mehmonlarni-chi 20-30 tala bemalol mana shu zalni o'zida xullas kutsangiz bo'ladi. Bu xonadonimiz sotuvda. Shunaqa yaxshi narxiga yaxshi xonadonlarni o'tkazib olmaslik uchun bizning kanalga podpisatsiya bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki nimaga yaxshi deyapman? Yerlar narxi 40 ming, 50 ming deb turibdi, mana shu mahallani o'zida. Bu bo'lsa sizga 207, почти 3 ga sal yetmaydigan korobka binosi bilan 187 ming. Yana bu startviy o'tib beradigan joyi bor. Primoy joyi egalarining telefon raqamlari videoni описание.